Barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videomizda ko'pchilik kutgan o'sha qo'ylarning yosh haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Xo'p, ko'pchilik aytayapti 2 yosh, 3 yasharga o'tyapti, 4 yashar. Hammasidan shu 3 yashar bo'ladimi, yarim yashar deyapti. Hammasidan bugun to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Kanalda mehmon do'stlar obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam biz videolarimizni boshlaylik. Shu qo'ylarimiz haqida mana shu qo'zilikdan boshlab yoshini tushuntirib bersangiz, masalan, qo'zilikda hali oylik bo'ladi. Qo'zilikda oylik bo'ladi, 6 oylikda nima bo'ladi, o'sha 12 oyda nima bo'ladi, hammasini o'zingiz bir qator tushuntirib bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum. O'zi asli 6 oylik qo'zi 1 yashar hisoblanadi. O'zi 1 yashar hisoblanishining sababi qo'y o'zi asli 6 oyda tug'adi-da, 5,5 oy bilan 6 oy davomida tug'adi. 1 hafta 2 hafta davomida oldiga o'tib ketib qolishi mumkin, erta tug'ib qo'yishi mumkin. Bolani yetishtirishiga bog'liq, qo'yga bog'liq. Uni 6 oylik 1 yashar deyilishi bu faqat ena qornidan tushgani 6 oylik 1 yillik bo'ladigan hisobi, qo'ydi o'zini 1 yosh bo'ldigani. O'zi asli 1 yilda 2 ta tish chiqaradi. 2 yashar degani o'zimiz tilimizda ishshak deyiladi. 2 yashar ishshak. 2 yashar demak ishshak deb aytiladi. Ishshak deb aytiladi. 1 yilda 2 yashar bo'ladi qo'y o'zi asli. Demak, o'sha 6 oylikda 1 yashar hisoblanadi, lekin tish chiqarmaydi. Yo'q. O'sha 1 yilda 2 ta tishini, oldidagi tishini sindirib chiqaradi boshqatdan. O'sha 1 oy davomida sekin bittasini chiqarib yetkazadi. Uni chiqarib yetkazib bo'lgandan keyin yarim holat ketsa, bunisini keyingisini tushirib chiqaradi. Keyin 3 yasharga o'tdi, unaqa deyishim bunisi qanaqa? Endi 3 yasharga o'tdi deyilishi, 3 yashar deyilishi kamdan kam aytiladi. Hayvonlarda nimchora deyiladi. Nimchora. Nimchora. Chora degani 4 yashar degani o'zi asli. 4 yashar qo'y degani buni. Sizga o'sha aytmoqchi, ikkalasini birdaniga buzib chiqarmaydi-da. Ayrim hayvonlarda buzib billa chiqarishi mumkin. Ko'p hollarda ko'ramiz, shu bozorda yuramiz. Ikkovini emas, birinchi bittasini buzib sekin yarim holatga olib chiqadi, keyin bu tomonni olib chiqadi. Buni demak o'sha holatga buzgan holatini o'sha paytda bozorga olib chiqib qolinsa, odamlar ko'rib turib, 3 yashar ekan degan gap bo'lib qoladi. O'zi asli 2 yashar, 4 yashar, lekin 5 yashari bor. 5 yasharga tish chiqaradi. 6 yashar deyiladi. Keyingi holati 6 yashardan keyin tishini yetkazibdi deyiladi. 8 yashar deyilmaydi qo'ydi. Kamdan kam holatlarda aytiladi. Sanovini sanasangiz o'rtasidan bo'lib turib sanasangiz bu tomoniga ham 4 ta, bu tomoniga ham 4 ta, 8 ta tish bo'ladi oldi tomonida. 8 ta tishda o'zi asli 8 yashar deyiladi, lekin bizning nimamizda tishini yetkazibdi deyiladi. Hamma 5 yashar, 6 yashar, 4 yashar degani bu tobi yetibdi degani. Shu rasa bolasini olib boqish kerak degani. 6 yashar.